bolalar, hozir kunda bolalar ozgina erkatoy, ozgina pullar qadriga yetmayotgan bo'lishi mumkin. Va hokazo va hokazo va hokazo. Va shunda bitta ota-onaning gaplari shunaqa bo'ldiki, Angliya o'qishini hisoblab berganimda, undan ko'ra shu O'zbekistonda bilganini qilib o'qisin-da, o'qigancha keyin bitta ishga kirgizib qo'yaman va o'sha Angliyani puliga dom olib berib qo'ysam, qaytanga arendasidan, ya'ni ijara pulidan tirikchiligi o'tib turadi dedilar. Men aynan shu masalaga ozgina gapirmoqchi bo'laman. Ya'niki buni gapirishdan oldin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Aqllilik qilish, xafa qilish niyatim yo'q va bu gapni gapirgungacha bosib o'tgan yo'lim oyijonim tikuvchi va yillar mobaynida yiqqan pullarni menga berib o'qitganlar. Va tushunishingiz uchun Alloh mevasini juda ham ziyoda qildi. Men hozirgi natijalarimni gapirib sizga ko'z tegishini xohlamayapman-ku, lekin mabodo o'zimga yuzma-yuz uchrashadigan bo'lsangiz, men aytib beraman. Ya'niki o'zim ham orzu qilmagan natijalarga erishildi qisqa muddatda. Demak, bir narsani aytmoqchiman. Siz bitta dom olib beraman-ku deyapsiz-ku, men bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu nima desangiz, meni juda ham ko'p tanishlarim bor. Shunaqa erkatoy va ular yaxshi o'qishmagani uchun, musofirchilikni ko'rishmagani uchun har 2 yil, 3 yilda bitta $10,000, $20,000 boshiga yetishadi, yoshligisi 30 ga kirguncha. Ya'niki, bizani xalq tilida aytadigan bo'lsa, ho'kiz bo'lguncha kuydirga bo'ladi. Chet elda o'qish faqat bilim bermaydi. Men shularni doskaga yozib, ko'zingiz ham ko'rishi uchun doskaga yozmoqchiman. Chet elda men o'zimda bo'lgan narsalarni aytib bermoqchiman. Chet el eng birinchisi bizani eng katta xalq maqolimiz bo'yicha natija beradi. Bu musofirchilik. Musofirchilik. Buni ta'birida bor-ku, juda ko'p narsa yotadi. Men bittasini aytib beraman. Bola bo'lganman va og'ir shamollab qo'yganman. Shunda yotar ekanman. Bu videoni o'zi qilmasam bo'lar ekan. Ya'niki ota-onamga ham aytmagan narsani aytmoqchiman hozir. Hozir xayolga kelganda, Alloh nasib qilganda aytmoqchiman. Yotar ekanman, o'ligimni necha pulga olib ketishar ekan deb o'ylayman. Ya'niki shu darajada kasalmanki, men o'zi o'lib qolsam kerak deydigan darajada boshim qattiq og'riyapti, ismim juda baland, varaja tutyapti va doktorga boradigan sharoitim ham yo'q, yolg'iz xonada yotibman. Hech kim holimdan xabar olmayapti va o'tirib o'ylayotgan narsam qaranglar. O'ligimni necha pulga olib ketishar ekan? Men bitta o'g'ilman, neto bo'ldi-da, yo Alloh. Vobshe xafaman lekin to'g'risi. Unaqa uchun kelmadim, onamning orzulari, hammasi natijalarni zo'r qilish uchun keluvdim deganman-da, keyin deb chiqib, haligacha toch esimda bor kuchimni to'plab turib chiqib, pastga tushib, domdan magazinga kirib, chesnok olib, apelsin olib, tuxum olib, hammasini aralashtirib, yarim chala pishirib turib, hammasini yeb yotganman. Ertalab o'sha yo'q-da, kecha kasal bo'lmaganday bo'lib qolganman. Shundan keyin meni Alloh eshitar ekan degan narsa boshqacha darajaga chiqqan. Hozir ham tushunamiz, lekin musofirchilikda siz bu dunyoni o'ziga musofir bo'lganingizda tushunasiz, farzandingiz ham tushunadi va jiddiy yondashadi. Albatta, bunda chet elga ketgandan keyin qayerga ketishdan qat'iy nazar yashash xarajatlarini o'zini bo'yniga ilib qo'yishingiz kerak. Endi bu etaplarga, mayda-chuydalarga men o'zim sizga yordam beraman. Agar keladigan bo'lsangiz, sodda qilib aytib ketaman. Chunki biz bilasiz, chet elga o'qishga jo'natish, u yerda muvaffaqiyatli bo'lish hammasi bo'yicha maksimal xizmatingizdamiz. Demak, bu eng kattasi musofirchilik. Ikkinchisi uzoqni ko'rish. Uzoqni ko'rish. Long term thinking. Va uzoqni ko'rish va ko'p narsalarni inobatga olib qaror qabul qilish. Masalan, deylik, havo o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, men Orol davlatida yashaganman. Meni oldindan kuzatganlar biladi.
Angliya mustamlakasi bo'lgan hududda yashaganman va havo 25-30 atrofi bo'ladigan bo'lsa, men chet elda yashayotganimda kettu cho'milamiz desa, bolalar men yo'q derdim. Nega? O'zimni bilaman, immunitetimni bilaman. Nimjon bola emasman, alhamdulillah, farzandli, normalni qilmanku. Ehtiyotni ko'proq olardim. Nimaga? Hozir o'ynayman deb borsam, cho'milsam, shamollab qolsam, ertaga ishdan qolib ketaman. Ishdan qolib ketsam, ertaga arendam kelyapti, arendamga pul topolmayman, o'zim yig'ib qo'ygan pulimdan ishlatishim kerak. Bu yig'ib qo'ygan pulimga ota-onamga sovg'a olmoqchi bo'lganman. Shuning uchun hamma narsani inobatga oladi. Oddiy marojniyni ham misol uchun O'zbekiston sharoiti uchun boradi, sotib oladi, olib maza qilib yeydi. U yoqda biz to'xta deydi. Bu marojniy $5 emas deydi. Bu deydi, men shamollab qolsam, ertaga ishga chiqmasam, arendaga to'lashim kerak, vaqt yo'qotaman, imtihon bor. Hammasini inobatga olish o'rgatadi. Uzoqni ko'rish. Undan keyingisi bu armiya desam ham bo'ladi. Tushunishingiz uchun ichki intizom deb, ichki intizom armiya deb yozib qo'yaman. Armiya. Nimaga? Chunki agar bekorchi bo'lib, oyog'imni osmonga qilib, patologiya termilib yotadigan bo'lsam, ham ishlarim qolib ketib, ertaga boshimdan oshib-toshib ketib, keyin ulgurmay qolishimni bilgan holatda bo'sh bo'ldimmi, kirchirimni yuvib qo'yardim. Bo'sh bo'ldimmi, uyga vazifamni qilib qo'yardim. Bo'sh bo'ldimmi, oldindan keladigan darslarimni o'qib qo'yardim yoki bo'sh bo'lsam, ishga chiqib ozgina pul topib qo'yardim. Ya'niki, juma, shanba, yakshanba ishim yo'q va misol uchun bo'sh vaqtim bo'lib qoldi va ishxonada menga dam berib yuborishganmi, boshqa ishxonaga telefon qilib turib, "Hey, Max, misol uchun, men shanba, yakshanba bo'shman." Max aka ham ko'rayotgan bo'lsalar, kulsalar kerak. "Shanba, yakshanba bo'shman, aka, menga ishga bering." Ish bering deyishlarini so'rardim va ishlab kelardim. Bu ichki intizom, tartib, gigiyenasiga qaraydi, tishiga qaraydi. Nimaga? Tishiga qaramasa, ertaga og'rib qolsa, ertaga problema, lishniy problema. Bu ichki intizom, gigiyena, vaqtida turish, namoz o'qish hammasini tartiblab tashlaydi. Siz buni siz ota-ona sifatida ko'rayotgan insonlar va sizdan kattalar armiyaga borib qilishgan bo'lsa, musofirchilik ham bitta armiya. Buni amalga oshirish uchun esa strategik bola bilan gaplashib chet elga jo'natish kerak. Va so'zimni boshida aytganimdek, uy olib berganim yaxshi chet elga o'qishga to'lab degandan ko'ra, to'yi pulini yoki to'yga juda ko'p ota-ona pul yig'adi, to'yi pulini o'qishga ishlatish kerak. Men rostdan aytayapman, buni aytayotgan aqlli deb ko'rayotgan bo'lsangiz, men o'zimni ham to'yimni har bir sentigacha o'zimni pulimga qilganman, Allohning fazl karami bilan va jigarim sinimni to'yini ham boshdan oxirigacha o'zim qilganman. Alloh beradi. Shunaqa mindset berish kerak. Onam chet eldan qaytib kelar ekanman, operatsiya bo'lishlari kerak edi va uy remont qilish kerak dedilar va sinini uzatishimiz kerak edi. Dedim, yo Alloh dedim, karantinda bo'layotgan holat. Menga yordam kerak, men tomim ketib qolar, qayerdan buncha pul deb, chunki unaqa ko'p pul yig'ib kelmagan edim. Alloh shunaqangi oson qildi, ertaga o'xshaydi. Bu demoqchi bo'layotgan narsam, siz to'y qilib bermang. To'y qilib bermang. Yoki meni qarindoshlarimga o'xshab mashina olib berib kira qilib yuradi, hanna oyisiga yordamchi bo'ladi deb erkalatmang, mashina olib bermang. Mashina olib bermang. Mana shu budjetga o'qitingda, tushuntiring. Men to'yi pulini, mashinani pulini senga berdim, o'qib hammasini o'zing yarashasan. Bu mustaqil qilishingiz bo'ladi. O'zi chin dildan ham shuni xohlaysiz, lekin ozgina dangasalik, uyquchilik, to'g'risi hamda komfortda yashagandan keyin nima kutyapsiz? Xafa bo'lmang, chunki qiyinchilik, siz qilgan qiyinchilikni ko'rmadi. Xuddi shunaqa ekan, ya'niki men o'zim ham shogirdlarimga qaraganimda boshqacha. Hozir yoshim 28 da bo'lsa, ya'niki ota-onalarni chet elga o'qishga ketayotgan farzandlarni qoq o'rtasida bo'lib qoldim. Hozirgi ota-onalar o'rtacha 40-45 yoshda, ular mendan 13-15 yosh katta. Hozirgi chet elga ketayotgan bo'lar 15-18 yoshda, ular mendan xuddi shuncha kichkina. Men qoq o'rtada bo'lib qoldim. Ikki yoni ham yaxshi tushunishga harakat qilaman, chunki 40-45 yoshli akalarimiz meni tarbiyalashgan. Shunaqa narsa. To'y qilib bermang, mashina olib bermang, qaytanga o'qishga jo'nating degan fikrda bo'ldim.
Shunda mana bu natijalarni hech kim bera olmaydi va juda ham chet el da bor O'zbekistonda yo'q. Endi muhim aniq konkretikaga o'tamiz. Bular ham o'zi aslida konkretika, lekin falsafadan qo'y desangiz, eng kattalarini aytib ketaman. Korporatsiyalar yo'q. Korporatsiya, ya'niki katta kompaniyalarda ish tajriba ola olmaydi. Odamlardek yaxshi yashab, stabilniy ishlab, stabilniy dam olayotgan insonlarni ko'rmaydi. Ishoning, chet elga chiqmagunim uchun men chet elliklar bir boshqacha deb o'ylardim. Hozir bo'lsa ingliz bilan gaplashayotganda u katta, men kichkina deb anaqa qilmayman yoki uni pastdan sanamayman. U ham oddiy odam, men ham oddiy odam. O'qigan ish men ham qilaman, undan zo'rini ham qila olaman deydigan kibrona emas, aqlim, tasavvurim kengaygandan keyin bo'lgan narsa, ya'ni korporatsiyalar. Va o'zimiz sinfdoshlarim aytgan, birinchi marta o'qishga borib qaytib kelgandan keyin samolyot uchish qanaqa ekan degan. Juda mayda narsa, lekin uchmagan odam uchun shu savol asosli bo'ladi. Korporatsiyalarda ishlash, ish tajribasini ko'rish va bitta zo'r narsa, siz elementar mensimaydigan narsa, lekin dunyoni tushunish. Dunyoni tushunish. Mana maktab o'qituvchilarimga shu yerda rahmat aytib ketmoqchiman. Ayniqsa Muattar opaga, geografiya o'qituvchimiz edilar. Darslarda yaxshi qilmaganmiz, lekin geografiyani hozir yaxshi bilaman deb ayta olaman. Nimaga? Chunki xalqaro talabalar bilan kursdosh bo'lganimdan keyin Marokash, Fransiya bo'ladimi, Aljeriya, Germaniya, butun Yevropa, butun arab davlatlaridan, Osiyo davlatlaridan kursdoshlarim bo'lgan va har bittasi bilan biz kech payt o'tirib gaplashganimizda kitobda, internetda, ChatGPTda topilmaydigan ma'lumotlarni o'zini davlat haqida aytib berardi. Bu bonusiga ishlab ketadi. Va yana bitta zo'r narsani aytib ketaman shu yerda. Aynan o'sha do'stlarim qaytangi O'zbekistondagi do'stlarimdan ko'ra ko'proq foydali ishlagan. Hozir O'zbekistonlik do'stlarim ham qo'yniga tegmasin, lekin yengitdan konsaltingni boshlagan paytimda, ya'ni karantinda men boshqa bizneslar qilganman, Amerika bilan biznes qilganman, O'zbekistonda qurilish bizneslarini qilganman. O'zim investor, o'zim pul tikib, o'zim jamoa boshqarib, haligacha qilinadi va ta'limni ham qo'shib olganimda 3-biznes qilib, 3-tadbirkorlik, o'zim yaxshi ko'rgan narsa bo'lgani uchun. O'shanda Shohjalal qaytganing bilan xursandmiz deb turib, menga mana bunaqa apparat ishlatishing kerak, mana bunaqa programma ishlatishing kerak, mana bunaqa qilishing kerak, mana bunaqa qilishing kerak degan. Ya'niki Tuniziyalik do'stlarim, Marokashlik do'stlarim borligisiga ming shukr. Xullas, shunaqa dunyoqarash, dunyoni tushunish va butun dunyodan do'stlar orttirish imkoniyatini beradi. Va hokazo buni davom ettirsam 2 soat gapirib o'tirishim mumkin. Qisqa qilib aytmoqchiman, siz agar hali ham o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, undan ko'ra mashina berganim yaxshi, undan ko'ra shu o'qitganim yaxshi, va hokazoda bir marta yana boshqadan videoni ko'rib chiqing. Endi jo'natmoqchi bo'lsangiz, jo'natishning ham uslublari bor. Hammasini to'lab berib jo'natish kerak emas. Kontraktni o'zini to'lash kerak, yashashda xoh o'g'il bola bo'lsin, xoh qiz bola bo'lsin, aqli bilan pul topib, o'zini o'zi eplaydigan qilib jo'natsak bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling. Chet elga o'qishga ketish bo'yicha xizmatingizdamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.